Barcha salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men Shamsutlar. Bugun mana bu yerda biz 5-sonli san'at maktabidamiz. Mana bu yerlar tomosha qilib turibmiz. U ana a'lochilarmi, maktab a'zolari. Maktabimizning a'lochilari mana bu yerda. Biz xonalar tekshirib chiqamiz. Mana bu yer qanaqa xona ekan, to'xta. To'xta bu yoqqa. Bu qanaqa xona ekan? O ana idealni. Bir videolarni sanoqli san kanalinki. Bugun birinchi keling biz hozir ana bu xona qulf ekan. Ko'p xonalar qulf tepaga chiqamizmi? Mana bu yerda qulf ekanda biz ketdik tepaga. Ketdik. Sen yur videoga salomlar. Ketdik. Ko'p. Maktabda tashlamiz. Конечно. Da. Biznikida katta maktab ekan. Mana bu yerda rasmlar. Rasmlar ekan. Anime deydi. Ana. Anime mashallah katta menga. Anime bu Yur sen oldinda yurgin. Sen kanaling ko'rdi. Qayoqdalarmi? Teshina. Yo'q, quyosh. Bu yerda. Mana bu yerdagini ko'ringlar bolalar. Tikilganmi nima bola? Ha? Bu O'sha aytib, miq qoqib Boston. Ana bu yerda kamera turibdi. Mana san'at maktabida endi. To'xtaki. Qiz bola yo'q. rasmlarni olman. Ha, ketdik omon rasmlar. Mana bu yerda model. Yuzi yo'q, ko'ryapsizlar. Bu mana bu yerdagi bu xonani ko'rsak, Juda uzun koridor ko'rsat, koridor ko'ryapsizlarmi? Chang ochmayapti-da. Chang ochish qiyin bo'lyapti rasmda. Yana bitta kichkinalashtirib. 1/2x bu avval. Ko'p xonalar To'xtang. Yo'q, Bu xonani ko'rdinglar. Bu xona mana bu yerda. Keyin 22-chi mana shu Portobello. 22 nomzor ekan-a? 22. Har bitta xonaning nomeri bor. Portobello. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda mana bu gullarni ko'rishingiz mumkin. Yo'q, hali 3-etaj bor bolalar. Bu yerni ko'ryapsiz. Ana bu yerda mana. Mana bu yerda chalishyapmiz. Mana tashqarini ko'ringlar. Agar siz bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, hozirda degan gitara 15 gitara. Gitara endi menga gitarada yo'qochi bor. Mana bu xona. Hech bitta xona mana 17-xona. Ichkariga kirmaymiz, aziz obunachilar. Nomini ko'rdinglar. Endi biz to'g'riga ketamiz. 3-etajga chiqamiz. Bungacha men videoni pauza qilaman. Ya'ni pauza qilmayman. Qiziq bo'lishi uchun. Ha, sen yo'q. Endi aytmoqchi edim shuni. Davay. Havodan ko'milyapti.
kal bor ekan. Qulfida kalti bor ekan gap yo'q. Boya qizga aytdimkin, manta. Ayyo, kimaga? Quyosh bo'lgani uchun zo'rlikka yaxshi olmayapman. Ishlarsa men 3-yilda chiqamiz hozir. 3-yilda. Mana anime rasmi. Anime aytdi kema bor. Ya'ni tiniq buzishgan. Davam sizlarga ovozsiz chiroyli qilib olganlarimni qo'yib beraman hali. Shahzod To'yar kanaliga qo'yiladi. To'g'ri. Ha. Nima to'g'ri? Estrada an'anaviy xonandaligi. Ayta qulub. Hamma quluf hech kim yo'q bu yerda. Hamma ko'chada. Nazariy fanlar, menimcha bu oddiy fanlar bo'lishi kerak. Eng qizig'i bu yoqda har bitta fanni o'zini alohida xonasi bor. Masalan, informatikani alohida xonasi bor. Da, kameralar ham ko'p ekan, lekin bizgichalik ko'p emas. Bizda faqat kamera qo'yilgan, lekin xonalar raqami yo'q, kichkinagina maktabcha. Davay, vallahi men bunday qilganimda ko'chaga paydo qo'yamiz. Kerak. Davay. Davay, hozir Shunday qil. To'xta. Endi video pauza qilamiz. Davay. Mana biz ko'chaga paydo bo'ldik. Mana bu yerlar ko'rsak, biz mana muzey yerda mayda qurilishi odamlar. Endi sizlar ko'radigan bo'lsa, keling. Ko'radigan bo'lsangiz, bu yerda chalishar. Ichib ketadi. Aslanım bitti ya. Kelaman. Bro, krasavchik, davay. Davay, Ketdik. Maktab orqasini. Maktab orqasigacha ham Maktabning ko'pchilik bizdan oldin kelganlar ketyapti уже. Bir ancha bo'ldi. Ha? Biz kelishimizdan 1 soat oldin boshlangan. Mazza qilib ko'rishingiz uchun biz bunaqa video qilyapmiz. Bunaqa video ikkinchi marta bo'lishi desam, bilmadim. Maktab orqasi degani orqasida rasmlarni olamiz. Shunday chizatda Biz maktabda ancha chiroyli-da bu. Realni. Bu maktab bu maktab qayerda desanglar, mana bu yerda Yangi yo'l 5-sonli bolalar musiqa san'at maktabi. Biz chaqirishyaptimi? Bu qizil kiyimdagi ayol. Ketdi bu yoqqa. Ha. Siz chaqiryapti. Necha minutli bo'ldi? 8 minut. Hech narsa qilmaydi. Где-то bir 12 minutlik video qilamiz. Ha, 12 minutdan keyin videoni tugatamiz, chunki videoni YouTube'ga joylab bo'lmaydi, nomersiz. Da, blok qilib qo'yish mumkin. YouTubening o'zining qoidalari bor, bilasizlar. Endi YouTube kanali bor. Или bizani kuzatadigan obunachilar. Aytdi, realni o'zi original musurchalar turibdi. Original. Mana bu yerda. Или bu yerda daraxtlar ham yomon chiroyli ekan. Dovchasi ham katta ekan. Anordan ham kattaroq desiz. Mana buni qara, mana dovcha. Nokot ko'rsatmaydi. Xirayu. iPhone emas, endi baribir. O'zim eski telefondan tiniqroq olar ekan. O, birat o'tiribdan aytdim. Qaytamiz. Quyosh hamma joy. Maktab orqa tomoni. Bezbitlarcha video oldi. Boshqa maktabdan kelib. Bu yerga ana to'g'ri bo'yinni arralab ketishibdi, to'g'ri emas-ku. To'g'rimi? Nima o'zi? Ayni hech narsa qilmaydi. Biz bunga e'tibor bermaymiz. 9 minut. Oldin biz mana bu yerlarni ko'rgandik. Mana bu yerda mashina qayerdan kelaman desangiz, Yangi yo'l shaharmidi bu? Zaredan sal o'tasizlar. Mana bu yerga bemalol kelsangiz, har doim biror festival qilib turishadi. Yangi qurilgan muzdan ozgina o'tasizlar ekan. Ancha mana bu yerda mana bittasi yiqilyapti. Mana bu yerda kanonkasi bor, qo'shiq aytayotganda o'zini operatsiyasi bor. Videoni pauza qilib, qiziq joyga o'zim olaman. Bo'ldi mana. Lekin pauza qilganingdan anaqa ekan, o'zingiz o'chib qolar desang ham. Chalma, o'chib qolmasin. Keyin sana qilib keyin, ash qizga bitta qasirlar chaldi.
Uyalib ketdi. Uyalib ketdi. Mana bu yerda qo'shiq qo'yib aytishyapti. Mana bu yerda oz qo'shiq aytishadi. Ko'rib turibsizlar. Mana qaranglar aytishadi. Sekin aytgan. Sekin aytsa. Mana bu yerda qizlarning sumkasini yasagan. Velosiped. Islab qopti. Uzishgan. Nima Nima yasagan? Ana o sekin aytinglar. Haqiqiy ko'zam. Oltin bormi ichida? Ay, boshla. Unda biz bugun yetadi deb o'ylayman. Bugun Shahzod Qo'yar bo'lmaslar bilan videoni tugatamiz. Hammaga xayr.